Bu aparatlarimizni mijozlarimiz bu shpaklyovka sepmaydi deyishyapti. Bu aparatimizda shpaklyovka, kraska, emulsiya hammasini sepadi. Eng og'ir shpaklyovkani sepib ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Mana endi shpaklyovka aparatimizni ishlashni boshlaymiz. Mana shpaklyovka aparatimizni ishlatib ko'rsatdik. Biz endi professional usta emasmiz. Mahsulotni juda ham kam tayyorlagan edik. Mana qo'limizdan kelgancha sepib ko'rsatdik. Bu aparatni olgan usta akalarimizga yana korxonamizga kelsangiz, qanday ishlashlari va ligrovkalarini tushuntirib o'tamiz. Bu aparatimiz bemalol 1000 kvadratgacha bo'lgan joyda bir kunda ham yaxshi ishlagan odam sepib tashlay oladi. Shunaqa sifatli shpaklyovka aparat kerak bo'ladigan bo'lsa, Roxunga kelaverasizlar. Nastroykalarni qilib, ishlashlarini tushuntirib beramiz. Professional ustalar buni maza qilib ishlatadi. Roxunga kelaverasizlar, Roxundan uzoqlashmang.